Assalomu alaykum azizlarim. Bugun birinchi marta o'zim halvoyitlar pishirishga qaror qildim. Retseptimga salgina adashdim. Yarim piyola yog' solish o'rniga 1 piyola to'ldirib soldim. Aslida 6 ta taqsimchalik qilmoqchi edim. Lekin retseptimni to'g'rilab olib, 16 ta taqsimchalik halvoyitlar pishirdim. Ko'p chiqqandan afsuslanganim yo'q, nobud bo'lmadim. Qo'shnilarim bilan birga baham ko'rdim. Yana juda mazali chiqibdi degan maqtov ham eshitdim. Keyingi videomda o'zimizni buxorocha usulda halvoyitlarni pishirib ko'rmoqchiman. Buxorocha usulda birinchi bo'lib shakarni eritishadi. Shunday qilib, bitta videoni ichida 6 ta taqsimchalik va 16 ta taqsimchalik retsept bo'ldi. Masalliqlarni pastda yozib qoldirdim va video davomida o'qisangiz bo'ladi. Shunday qilib halvoyitlarimiz ham taq bo'ldi. Halvoyitlar taq bo'lganini ana shunday shaklga kirganda bilsangiz bo'ladi. E'tibor bersangiz, oxiriga hammasi yig'ilib pufakcha chiqaradi. Men ba'zi bir taqsimchalarga 1,5 cho'michdan solganim uchun 16 ta taqsimcha halvoyitlar chiqdi. Bir cho'mich to'ldirib solsangiz, bemalol 17 ta taqsimcha chiqarasiz. Yong'oqni esa tabizga qarab solsangiz bo'ladi. Yoqqan bo'lsa sizdan like, yoqimli ishtaha.